Hech qachon kritikani sizlar tomonga gapirayotgan dalbayoblarni hech qachon eshitmayli. Qachonki sizlar o'zingizlar qilib, harakat qilib qilayotgan ishda. Masalan, men yangi organizatsiya ochdim, hozir Signal IQ joy-joyiga qo'yib boryapman. Botirov boshqaruv kompaniyasini. Dalbayoblar chiqadi, gapirishadi. Ey Doniyor aka, siz birinchi o'zingiz o'quv markazingizni joyiga qo'yib oling, administratsiyasi kichkina и там подобное. Hurmatli dalbayoblar, mani o'quv markazim 6 ta filialgacha borgan. 1 milliarddan oshiq оборот qilgan o'zini vaqtida. Yopilib ketishimga sal qolganda men chiqarib olganman shu hamma narsani. Joy-joyiga qo'yib olganman. Sanlar jala 1 milliardni qo'lingizga ushlaganmisizlar o'zi? Bilasizlarmi nechta nol bo'ladi 1 milliardda? Bu gapim bilan nima demoqchiman? Sizlar tepaga o'sayotganinglar sari oldinglarda dalbayoblar ham ko'payib boraveradi. Har birini gapini inobatga olib, ish harakat yurg'izadigan bo'lsanglar, pastga tortilib ketaverasizlar yoki joylarda qotib qolasizlar. Chunki dalbayoblar ko'p, asli bir o'zingizlar harakat qilyapsizlar. Shu uchun xayolingizga bitta narsani quyib qo'yinglar. O'sayotgan sari qiyinlashib boraveradi va hamma dalbayob o'zini ikkita barmoqchasini tiqmoqchi bo'ladi ishingizga. Shu uchun miyani yoqish kerak edi, kulib qo'yish kerak edi, ishni to'xtatish kerak emas. Charchamaysizlar.